ovozli asarni tushirmoqchi bo'lsangiz, she'rining to'r bekitiga kiring. To'r bekat adresimiz www.she'rinim.com. Ko'zini echib kelish maqsadida 1992 yil 11-oydan 1993 yil 3-oygacha mustaqil davlatlar birlashma gavdasidagi ba'zi davlatlar va Romaniya, Turkiya, Saudiya Arabistoni qatorliq davlatlar ziyoratda bo'lib, u yerliklar bilan bizning o'rtoqligimiz ham farqimiz haqida o'ylanganlarim, shunaqla chet elda uchrashgan qarindoshlarimizning hayot kechirmishlaridan ko'rgan bilganlarim va his qilganlarimni keng o'qirmanlarim bilan o'zaro o'rtoqlashish maqsadida aynan bayon qildim. Dunyoga nima uchun taraldik? Qandoq yashayapmiz? Qandoq yashamoqchi? Qandoq yashasaq bo'ladi degan hayot yo'llari to'g'risida odatdagi bir odamning kollasi bilan kuzatganlarim, o'ylaganlarimni ta'dadlamasdan tuzlik, samimiylik bilan yozdim. Menimcha bu texnik dastlabki ta'sirot. Men yana fursat bo'lib safar chiqsa, texnik ko'p yerlarni ko'rishni, bo'libmi bizdan yaxshi yashayotgan, bizdan yaxshi o'ylayoladigan, so'zlayoladigan, qilolaydigan, ilg'or, zamonga loyiq inson tabiati, axloq yo'lida o'zini berishgan odamlarni ko'rib, ular bilan ko'proq uchrashib, fikr ham ta'sirotimni yurtim xalqi bilan o'rtoqlashishni farz hisoblayman. Yevropadagi yangi Ipak yo'li. Mavzudagi bu atalg'u mening ijodiyatim bo'lmasdan, Romaniyaning Konstantin shahrida uyiga liqqa ipak besib qo'yib, dunyoning har qaysi joylaridagi ipak savdogarlariga ipak sotayotgan katta qobiliqliq Abdulhamidxonning og'zidan olgan gap edi. 1980-yillari qobiliqdan chiqib, Konstantin shahrining olat bir ko'chasidan uyga kelib o'tirgan Uyg'ur yigitlarga qarab hayron qoldi. Men odatlangan qoshiq imon bo'yicha hisoblaganda, Uyg'urlar faqat Tangritirning atrofida ketman chepishqa, poda beqishqa, baqqollik, kavobchilik, temirchilik, novoylik qilishga yaralgandek, ko'z oldimdagi qop-qora chochlarini Amerikaning oliy darajali choch mey bilan maylagan, yonchig'idan pilchishidan ishlangan tovoqni chiqarib, choch taravotgan 34 yoshli bo'rtliq yigit Uyg'ur bo'lmay, ingliz, nemis yoki boshqa millat bo'lishi kerak deb tuyuldi. Uchsidi Germaniyaning oliy darajali Gostonburgisi, putili Italiyaning moda oyog'i turgan bu yigitni zor Uyg'ur deymi demaymi degim keldi. Ammo u tipik Uyg'ur yigit edi. Demak, Uyg'urlar velkada tomoq yesa, pikapda o'tirsa, oliy darajali kiyimlarni kiysa bo'ladigan ku. Şu an yurtimda doim ko'rib turadigan yig'lashgan do'ppa, arzon bog'liq sun'iy taloliq kiyim, tuzliq tar, qora kir, sinib turgan kavobdan, o'qoytib turadigan o'rliq oshxonada chalib chiqqan bodirjutlarman, eshik orvasi, juvoz, temirchixona, o'g'ronlig'icha tashlab meni yuradigan velosiped,
qistan avtobus, çalınan sesiqchilik to'q suylik bilan to'lgan hojatxona, yil bo'yi oyog'i uzilmaydigan, yerim chorak katman bilan qora yer o'ttirisida qatmaydigan arzon ig'ir angak, qora qishda tun yer begoga chopadigan g'ashar, o'zini oq talonga setib, o'zbun nesi so'rab ololmay, to'piga petib tizilib, Allohga sig'inib yig'layotgan ko'rinishlar ig'ir aslim bo'lib ko'z o'ngimda o'tdi.